Men taqdirning buyrug'i bilan 25 yil Qoraqalpog'iston yerini boshqardim. 26 odamga intervyu berdim. Hamma azamatli xizmat qilib, Qoraqalpog'iston Respublikasini gullangan respublikaga aylantiruvga azamatlarning 26'sına intervyu verdim. Bugün bu 27. intervyu. Yerli xalqqa istiqlal, yerga xalqqa xizmat qilib, yerning tamog'ini to'ydirib, turmushini yaxshilab, bu insoniyatning eng jo'xori toshqisi. Odamga hech jo'xori qancha söyleyin. 2 soat söyleyeyim mümkün. Kinoda vermesem, ularda gösterip qoladi. Telefilm ko'ruvchi do'stlar. Men Qalbek Kamalov tarbiyalik yo'llanmasi bilan 99 yoshga bitkazib, 100 yoshga ismimni qadam tashladim. Ko'p jasadim. Ko'p voqealarning guvohi bo'ldim. So'larning hammasi mening yuragimda, mening miyamda saqlanib keldi. Biz Qoraqalpoq xalqining prezidentimiz. Qoraqalpoq xalqi azaldan do'lagan xalqlarning biri. Bizim ata-bobolarimiz Shig'izda yashagan Türklerдің, Mongollarning, Xitoylarning so'lardan kelib chiqqan xalqmiz. U yoq qattiq sovuq, yomg'ir, jasog' shariati juda qiyin. Qiyinchilikdan chiqib, issiq joylarga kelaman deb Sirdaryoning bo'yiga ko'chib kelgan. Ular Shig'izdan, Batishdan Miytonlar kelgan. Miyton degan xalq, Miyton degan mamlakat bo'lgan. Bizning eramizdan, burungi eradan 16-asrda Miyton degan podsholar bo'lgan. Yerli hayda, yer hayda, joy qayda, joy hayda, shirangoyoq so'rlig'a tikilib yo'q hayda degan xo'sla aytadi. Sonra aytib 1720-30 yillarda Qoraqalpoqlar qaytib kelib Sirdaryoning bo'yida yashaydi. Sirdaryoning bo'yida yashaganda Qoraqalpoqlarga qozoqlar, qalmoqlar ko'p nafardan yiqiladi. Mollarini tortib oladi. So'ng norozilikdan Qoraqalpoqlar Rossiya imperiyasining sostavida kiramiz deb posol yuborib, Peterburgga Mamamiyda posol yuboradi. Rossiya Qoraqalpoqlarning to'liq Rossiyaning fuqarosi bo'lamiz degan tilagini qabul qilib, Go'starskiy dumada bekitib, ulkan guvohlik beradi. Shu guvohlikni olib kelganda avvalhan Qoraqalpoqlar nafardan yiqilib, Qoraqalpoqlarni Sirdaryoning bo'yidan qo'shilib, Quvondaryo, Yangidaryoning bo'yina isirib soladi. Quvondaryo, Yangidaryo bo'yida o't yo'q, mollarni saqlovga mumkin emas. So'ng aytib Qoraqalpoqlar 3 tarafga ko'chib ketadi. Bir joyga Toshkentga, Samarqandga, Qashqadaryo, Sirdaryoga, ikkinchi to'pol Qozog'istonga, undan keyin eng tekari Qoraqalpoqlar Atajurtda Amudaryoning bo'yina keluvga harakat qiladi. So'ng aytib, Jinjov bobomizning Po'sqa yer degan poemasida Qoraqalpoqlar ash bo'lib, yalang'och bo'lib, qum ustida ya yerga noni yo'q, ya ovqati yo'q, ya suvi yo'q. Juda qiyinchilikda bo'lib Aral dengizining bo'yiga keladi. Aral dengizining bo'yiga kelib baliq bilan shug'ullanadi. So'ng aytib, Qoraqalpoq xalqi bo'linib, ko'shib, qo'nib, o'z Qozog'iston azayib qolgan xalqlar qatoriga kirdi. 1783-yili 1873-yili Kaufman 1868-yili o'sha Aziyani bosib oladi. Qarasam yeri o'zlariga samostoyatli bo'lib qoladi. Men 5 yoshimda onam dunyodan o'tdi. Mening yosh vaqtim vatandarlik urush davrida o'tdi. Qoraqalpoq xalqining ash bo'luvi, yosh vaqtda onamning qaytib bo'luvi, xalqimning yalang'och bo'luvi, mening tezlik yer yetuvimni, tezlik ahil jinovimni meni olib keldi.
Men 9. klassda bitirgenden keyin avuldağı to'liq emas o'rta maktabda muallim bo'lib ishladim. 2 yil, 2,5 yil. Keyin 45-yili institutga kirib, Nukusga qo'shib keldi institut. Nukusga kelib, Uchiteskiy institutda bitirdim. Komsomol komitetining sekretari bo'ldim. Komsomol komitetining sekretari bo'lib, bo'lganimda obkom komsomolga plenum a'zosi bo'ldim. Sonra men servisga stipendiya oldim. Yaxshi o'qidim hamma sabaqlardan. Keyin sirtdan o'qib, institutda Arışa diplom bilan bitirdim. Sonra mening yosh vaqtimdagi qalblasib, yosh vaqtdan boshlab qiyinchilikni ko'rib, xalqimning yalang'och bo'lib yashagan vaqtlarning hammasi mening yuragimning to'rida saqlanib, endi o'sha xalqda qalay aytganda to'q qilamiz, qalay o'sha xalqda boshqa xalqlarday turoqli yerga ovqati var, yashaga joyi var, xalq qilamiz degan masala mening oldimda turdi. Taqdirning shusi bo'yicha men 25 yil Qorabog'dan boshladim. 25 yil. Men 25 yil boshqarib, o'zimni o'ylaganim yo'q. O'zini o'ylagan odam ishganda bo'ladi. Men shu xalqimning, yelimning qalay tamog'ini to'ydiraman. Qalay Qorabog'dan yelimni ro'nga yerga aylantiraman degan masala mening oldimda turdi. Ko'p o'yladim. Tunda uxlamay, tundagi uyquni 4 bo'lib, tundan o'ylab, telpagimay o'ylasam, qana ne qilishim kerak, neden boshlam kerak? Qorabog'iston xalqi osh xalq, yalang'och xalq, xalqning madaniyatini, adabiyatini ko'tarib, shu xalqni qataraga qo'shib, shu xalqni rivojlangan xalqlarning yerlarning darajasini ko'tarib masalasi mening oldimda shumab qolib turdi. Sonra men o'zbek xalqining asosiy sharaflashishning jadval natijasida men yalang'och xalqning 25 yil ichida to'q so'zlaydigan qurilish mamlakatlarning darajasini ko'tardim. Taxiyatash Gresini qurdim, taxiyatash praktikasini qurdim. Hamma yerga asfalt yo'l apardim. Qorabog'istonda 335 ming kilometr asfalt yo'l har ovulga. Hamma yerga elektrifikatsiya. O'zbekistonda gazifikatsiya 40% bo'lganda men 98% xalqni gaz istedim. Sonra universitet açtım, tiyatro kurdum. Sonra Qorabog' xalqining adabiyatini, madaniyatini yuqori ko'tarib, shu xalq aşmasa, men aşman, shu xalq men to'q men to'qman, shu xalqning prezidentiman, shu xalqning obro'yi uchun, shu xalqning kelishagi uchun, xalqning yuqori turmush darajasida yashash uchun xizmat qilib degan vazifani oldimga qo'yib edim. Shu vazifani amalga oshirdim. Qorabog' xalqi dehqonchilik bilan shug'ullanmagan. Qulun degan bobomiz bor, Qulun. Qulun degan Abdurag'aning ayni Qandekli urug'dan. Ular yana Qusqaratov bilan Zayrning o'rtasida yashagan. Basuv deganning ma'nosi o yillari har minutda Amudaryoda yozda 12 million kubat suv oqqan. Erkindaryo degan ulkan daryo bo'lgan. Erkindaryo, biroq buyukda bo'lgan. Yozda Qusqaratov bilan Zayrning o'rtasida ulkan ko'llarni suvlantirib 2 metr, 3 metr suv bosib, buzda suv tortib baharda tapqa qilgan. Qulun degan bobomiz juda aqlli, dana odam bo'lgan. Birinchi Qorabog'istonda yeguzni amalga oshirgan. Oldidan qovun ekkan, qovoq ekkan, yashil piyoz ekkan, keyin jo'ra, tara, biyday egib xalqni boyitgan. Yaxshidan yaxshi tuvat degan gap bor.